Assalomu alaykum barchaga. Qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan MC5 loyihasini davom ettiramiz. Hozirgi videomizda sizlar bilan 44-savollarni yechimini qilamiz. Birinchi savolni boshladik. Kubning qarama-qarshi uchlari x va y nuqtalar bo'lsin. Ushbu kub silindrga ichki chizilgan. Bunda x va y nuqtalar silindrning asoslaridagi aylanalarning markazlari va qo'lga tutuvchi silindrni sirtida yotadi. Kubning qirrasi uzunligi 3/3 ga teng bo'lsa, xo'p, silindr yon sirtini toping, silindr hajmini toping. Demak, birinchi mos chizmasini chizib olishimiz kerak. Demak, bizda mana shu quyidagicha chizma hosil bo'ladi. Endi silindr yon sirtini toping debdi. Xo'p, asida bizda S silindr yon sirti 2πr kira h ga teng. Demak, bizda balandlik silindrniki, radius ham silindrniki. 2π ko'paygan. Xo'p, mana bu qizil chizig'imiz bu silindrni balandligi bo'lib qoladi, kubni esa diagonali bo'lib qoladi. Demak, kubni diagonali tomoni A deb oladigan bo'lsak, u A/3 ga teng bo'ladi. Demak, bundan xo'p, ani o'zi 3/3 deb beryapti. Demak, h ni katta H 9ligini topishimiz mumkin. Endi radiusini topib olishimiz kerak. Radiusi bizda xo'p, mana shu uchburchakka tashqi chizilgan aylana markazi bilan bir xil bo'lib qoladi. Sababi, xo'p, x va y nuqtalari markazini, aylanani markazida yotibdi ikkita asosini, qolgani esa silindr sirtida yotibdi deyapti. Demak, mana bu ikki tomonda yotibdi bu ikkita nuqta, boshqa ikki tomonda ikki qismga ajratsak mana bunday. Bu esa boshqa bir tomonda. Demak, shunga aylana chizsak, mana shu uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi xuddi mana shu silindrning asosining radiusi bilan bir xil bo'ladi. Demak, aylana chizamiz mana bunday qilib. Mana shunday. Endi buni radiusini topishimiz kerak. Xo'p, e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu yoniyoqini diagonali mana bu ham bu yoniyoqini diagonali, bu asosini diagonali. Xo'p, hammasi kubda diagonallari bitta yoqniki bir xil bo'ladi. Demak, u bizda A bo'lsa A/2 ga teng bo'ladi-da, ya'ni 3/6 ga. Demak, bizda muntazam uchburchak paydo bo'lib qolar ekan. Muntazam uchburchakka xo'p, tashqi chizilgan radiusini topishimiz kerak. Bizda bunda R teng bo'lardi A taqsim -3 edi, lekin bizda hozir kubni tomoni A bu A/2 bo'ladi endi. Taqsim xo'p, -3. Demak, bu 3/6 taqsim -3. Demak, bizda radius 3/2 kelib chiqdi. Endi o'rniga keltirib qo'yib hisoblayveraman. Xo'p, 3/2 ko'paygan 9. Bu demak bizda 54/2 pi ni beradi. Demak, A'sining javobi bizda 54/2 pi ga teng. Endi B'si silindr hajmini so'ragan. Endi buni ham bemalol topsak bo'ladi. Asosga balandlik, ya'ni πr kvadrat h. Pi r ning kvadrati 3/2 ning kvadrati bo'ladi. Ko'paygan demak h 9. 9 kira
9 bo'ladi va 2 ga ko'payadi. Demak, 81 kara 2 162 pi bo'lar ekan. Demak, B'sining javobi 162 pi ga teng ekan. Birinchi savolimiz shunday edi. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. Kesik konus hajmini unga chizilgan shar hajmiga nisbati 21/8 ga teng. A'si kesik konusni kichik asosi radiusini katta asosiga radiusi nisbatini toping degan. B'sida konus yon sirtining yuzasini shar sirti yuzasiga nisbatini toping debdi. Endi buni ham mos chizmasini chizib olsak, bizda quyidagicha mana shu chizma hosil bo'ladi. Endi mana bu asosini qandaydir kichkina r deylik. Mana bu asosini esa radiusini qandaydir katta r deylik. Endi buni o'q kesimini qaraydigan bo'lsak, teng yonli trapetsiyaga aylanach chizilgan bo'lib qoladi. Demak, buni yon taraflari ichki aylanach chizishdan qo'yib asoslari yig'indisiga teng bo'lishi kerak va teng bo'lgandan keyin bu yog'i demak r plus r ga teng bo'ladi. Endi mana bu yerdan bitta balandlik tushiraman. Balandlik tushirsam, mana bu yergacha to'liq r edi va kichkina r ketdi. Demak, mana bu qismga katta rdan kichkina rni ayirganim qoladi. Demak, bundan mana bu yerni h deb belgilab olsam, mana shu uchburchakcha uchun Pifagor qo'llaydigan bo'lsam, xo'p, manda h 2 ildizda r kara r ekanligi kelib chiqadi. Bundan r sharni biza ildizda r ko'paygan rligini bilishimiz mumkin yoki h taqsim 2 deyishimiz ham mumkin. Endi berilgan ma'lumotlardan foydalansak, v konus taqsim v shar degan bizada 21/8 ga teng. Endi yozadigan bo'lsak, konusni, kesik konusni hajmi demak bizada xo'p pi taqsim 3 ko'paygan h qausda katta r kvadrat qo'shilgan r kara r qo'shilgan kichkina r kvadrat taqsim xo'p sharniki esa 4 pi taqsim 3 r sharning kubi barobar demak 21/8. Endi buni soddalashtirishda davom etamiz. Pi taqsim 3larni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, bizda qolyapti demak h kara r kvadrat qo'shilgan r plus r kvadrat taqsim maxrajga demak 4 kara r sharni kubi qoldi. R sharni joyiga h taqsim 2 ni kubini qo'ysak, demak buni oxirida to'liq soddalashganini yozaman. Quyidagicha ko'rinishga keladi. R kvadrat qo'shilgan r qo'shilgan kichkina r kvadrat taqsim xo'p 2 r ko'paygan r bo'ladi. Endi 1/2 ni chiqarib olsam bundan va hadma-had bo'lib chiqsam, katta r taqsim r qo'shilgan 1 qo'shilgan kichkina r taqsim r bo'lib qoladi. Bizada bu 21/8 ga tengligi berilgan. Endi bizada a'sida bunga as qo'yaversak bo'ladi. Mana shuni qandaydir x deb belgilasam, bu 1/x, ya'ni kvadrat tenglamaga kelib qoladi. Mana shu yerdan x ni topsam bo'ldi. Bu tenglamadan o'sha x deb aytganimiz kichkina r taqsim r topilsa, bizada 1/4 lik kelib chiqadi. Demak, bizada a'sining javobi 1/4 ga tenglik kelib chiqdi. Endi b'sini ko'rsak, demak v konus yon sirtini
Xo'p, shar sirti yuzasiga deyapti. V shar. V emas, es olishimiz kerak edi. Hajm emas bu. Demak, bizada konusni yon sirti P L R qo'shilgan R bo'ladi. Taqsim demak sharniki esa 4 P R sharning kvadrati bo'ladi. Endi bu yerdan pi lar ketdi. Qolyapti bizada L kara R plus R taqsim 4 R shar kvadrat. Demak, L degani bizada mana shu yasovchisi, ya'ni konusni yasovchisi mana shu yon tomon bo'lib qoladi, ya'ni R plus R. Demak, qo'ysam joyiga tepada R plus R ning to'liq kvadrati hosil bo'ladi. Taqsim demak 4 kara R sharni joyiga demak qo'yib h taqsim 2 ni qo'yamiz dedik. Bunga yoki mana buni ildizda R. Shuning kvadrati bizada R ko'paygan R ni beradi. Demak, mana shunday ko'rinishda keldi. Endi 1 taqsim 4 ni chiqarib olib, xatma-xat ochib chiqib bo'lsam, katta R taqsim kichkina R qo'shilgan 2 qo'shilgan kichkina R taqsim katta R hosil bo'ladi bizada. Endi bizada hammasi joyda bor. O'rniga keltirib qo'ysam, katta R taqsim R 4 ga teng bo'ladi. Yuqorida topdik. Kichkina taqsim kattasi esa 1 taqsim 4 bo'ladi. Joyiga keltirib hisoblasam, bu qavsning ichi bizada 25 taqsim 4 chiqadi. Endi buni hisoblasak, demak 25 taqsim 16 bo'lar ekan. Demak, bizada B sini javobi 25 taqsim 16 bo'ladi. Ikkinchi savolimiz shunday iborat edi. Endi uchinchi savolimiz TABCD muntazam to'rtburchakli piramidaning ichiga to'la sirti 80 ga teng bo'lgan prizma ichki chizilgan. Prizmaning K uchi T qirrada joylashgan A, L, P, C nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotadi. Bunda K, L 4. Demak, mana bu qism 4 bizada. Xo'p, M, P uch ekan. Mana AK 5. Mana bu yer 5. TK esa 10 ekan. Buni berib qo'yganmiz mana o'zida. T va R nuqtalar orasidagi masofani toping. Piramidaning hajmi prizma hajmidan necha marta katta debdi. Endi mana bu kubni birinchi tomonini topib olsak, yoki uni ham topmasdan mana bu yerga qarasak, uchburchakcha hosil bo'lgan bizada. Gipotenzasi 5, bitta katta 4. Demak, mana bu yerni uchligini topishimiz mumkin. Endi mana bu tomonni qandaydir A deb kubni to'la sirti 80 degan shundan topsak bo'ladi. Kubni to'la sirti bizada 2 kara AB qo'shilgan kub emas. Endi bu yerda parallelped deb qaraymiz. Kub emasligi aniq, chunki 4 bilan 3 bo'lyapti. AB qo'shilgan AC qo'shilgan BC ga teng bizada. Shuni 80 ga teng deyapti. Endi joyiga keltirib qo'yib hisoblasam, 2 kara A kara B endi 3A deylik shuni. A kara C ne esa qo'yib 4A deylik. Bu yoq esa 3 kara 4 ni o'zi bo'ladi, ya'ni 12 barobar 80. Demak, 7A qo'shilgan 12 miz 40 ga teng bo'ladi. Bunda 7A imiz teng bo'ladi bizada 28 ga. Demak, A ni 4lik kelib chiqar ekan. Ya'ni asosini yana qolgan bitta noma'lum tomoni 4 ga teng bo'lar ekan. Demak, mana shu parallelped bizada. Endi bu 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu diagonali bizada 5 bo'lib qoladi-da asosini. Xo'p, mana bu yerdan ham asosini mana bunday davom ettirsam, parallel qilib. Endi mana bu yer 5 bo'ldi. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu uchburchagimiz bilan endi mana bu katta uchburchagimiz o'zaro o'xshash bo'lib qoladi. Demak, o'xshashlik koeffitsiyenti 10-15 ga nisbati, ya'ni 2-3 nisbatda bo'ladi. Parallellikni tushirsam mana bunday.
Xo'p, buni o'zi mana bu yergacha davom ettirishimiz kerak edi. Mana shu qismi uchun qarasak ham bo'laveradi. Mana bu yer 4 edi bizada. Demak, mana bu qism ham 4 bo'lib qoladi. Endi o'xshashlikni yozsam, xo'p, h deydigan bo'lsak shuni. Mana bu yerga h minus 4 qolyapti. O'xshashlik quyidagicha. H minus 4 ning h ga nisbati bizada 10 ni 15 ga nisbati bilan bir xil bo'ladi. Buni o'zi ham demak bizada mana beradi. H minus 4 taqsim h 2 taqsim 3 ga teng degani. Demak, bu tenglama necha degan bo'lsak, 2h barobar 3h minus 12 ga teng bo'ladi. Demak, bundan h ni 12 ligini topishimiz mumkin. Demak, piramida balandligi 12 bo'lar ekan. Bundan kelib chiqadiki, mana bu qism bizada 8 bo'lib qolar ekanda. Endi bu qismiga qaraydigan bo'lsak, bu uchburchakda tomonlari 8 o'ynagan bitta gipotenuzasi 4 burchakli uchburchak bo'ldi. Mana bu yer balandlik bo'lgani uchun 4 burchak. Bu yoq 6 bo'ladi. Demak, mana bu yergacha 5 edi. Mana bu qismchasiga 1 qoldi. Endi mana shu uchburchakni qaytib chizib olsam mana bu yerdan. Mana shu 4 burchakli uchburchak hosil bo'ldi deb tasavvur qilsak, mana bu bizada T nuqta, mana bu esa K nuqta, mana bu esa qandaydir misol uchun Y nuqta deb qarasak, mana bu yeri Y nuqta. Bu yog'i 8 bo'lyapti, bu yog'i 10, mana bu yog'i esa 6 bo'lyapti. Endi T va R nuqtalar orasidagi masofa degan. Mana bunday T dan tushirsam, mana bu yer R nuqta. Shu joyda demak mana bu yer 5, mana bu yer 1 bo'lgan kesmaga ajralgan. Endi mana shundan TR ni topishim kerak-da. TR ni x deb oladigan bo'lsak, uchburchakni hamma tomonlari bu. Ajratgan kesmalari ham ma'lum. Mana burchakni alfa deb qaraydigan bo'lsam, xo'p, bizada mana burchak 90 edi. Kosinus alfani topib olsam shu uchburchakdan. Kosinus alfa bizada 6 taqsim 10 ga teng, ya'ni 3 taqsim 5 ligi ma'lum kelib chiqdi. Endi kosinuslar teoremasini qo'llasam, mana bu uchburchakcha uchun. Xo'p, x kvadrat barobar 10 ning kvadrati qo'shilgan 5 ning kvadrati minus 2 kara 10 kara 5 ko'paygan kosinus alfa bo'ladi. Demak, kosinus alfani qiymati bor. Mana bu yerga keltirib qo'ysak, bizada hisoblasak to'liq x kvadrat 65 ga tenglik kelib chiqadi. Bundan biza x ni ildizda 65 ga tengligini topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bizada a si ildizda 65 bo'lar ekan. Endi b si piramidani hajmi prizma hajmidan necha marta katta degan. Bu a si edi, demak a qo'yaylik. Endi b si v piramida taqsim demak v prizmani topish kerak ekan. Piramida hajmi demak bizada 1 taqsim 3 es asos. Asosimiz bizada kvadratdan iborat. Xo'p, e'tibor qilsak, mana bu yer 1 edi, demak mana bu qismi ham 1 bo'ladi. Mana bu nazarda tutyapman. 5 3 1 bo'lyapti. 9 da. To'liq esa mana bu yog'i ham 9, demak diagonalimiz 18 bo'ladi. Kubni tamomini demak 18 taqsim ildizda 2, ya'ni 9 ildizda 2 ga teng bo'ladi. Demak, asosining yuzi bizada 9 ildizda 2 ning kvadrati bo'lar ekan. Ko'paygan h, balandlikni 12 ga tengligini topdik. Taqsim demak, qo'yib prizmani oddiy parallelpetu ko'paytirib qo'yamiz hammasini. 3 kara 4 kara 4 da. Mana shu. Endi buni hisoblashimiz kerak. Buni hisoblasak javob bizada 27 taqsim 2 bo'ladi. Demak, b si 27 taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Keyingi 4-savolimiz. Asosi A B C D F 6 burchakli piramidaning balandligi shunga teng. 6 burchakning barcha burchaklari teng, tomonlari
shunga teng ABCDF oltiburchakni perimetrini toping debdi. BCD esa piramida hajmini toping debdi. Xo'p, demak, bunda bizada piramida chizish shart bo'lmay qoladi, faqat asos qiziq bo'ladi. Xo'sh, oltiburchak chizib olsak. Oltiburchakni lekin mana bunday chizib olaman. Muntazam uchburchak qilaman. İçidan chizib olamiz endi oltiburchakni. Mana bunday. Mana bunday va mana bunday qilib. Mana bu bizada oltiburchak bo'lib qoldi. Endi tomonlarni belgilab o'tirmayman. Mana bu yer 1 deymiz, bu yer 4, mana bu yer esa 3, mana bu yer qandaydir x, mana bu yer esa y deymiz. Mana bu yer esa 2. Endi nimaga buni birdaniga oltiburchak qilib chizib oldim? Mana shu oltiburchakni tomonlarini davom ettirib muntazam oltiburchakka to'ldirib olar edik. Shuni birdaniga chizib oldim. Endi bu muntazam oltiburchak qilib oladigan bo'lsak, hamma burchak 60 gradusdan bo'ladi. Mana bu yer ham x, bu yer ham x. Mana bu tomondan qarasak, bu yog'i ham 4, bu yog'i ham 4. Bu tomondan qarasak 3, 3 bo'ladi mana bunday. Endi buni hamma tomonlari o'zaro teng. Shundan foydalansak, 4 qo'shilgan 1, 5 qo'shilgan x bo'ladi. Mana bu tomon. Bu yoqdan qarasak, bu demak 4 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3, ya'ni 9 bo'ladi. Bu tomondan pastki tomondan qarasak, x qo'shilgan y qo'shilgan 3 bo'ladi. Mana shu tengliklardan x bilan y topilsa, bizada x 4, y esa xo'p 2 ga tenglik kelib chiqadi. Endi bundan kelib chiqadiki, asosan perimetri bor. Asosan perimetrini hisoblasak, shu barcha tomonlar qo'shib chiqiladi. Bunda bizada perimetr 16 chiqadi. Endi bu esa piramida hajmini toping degan. Piramida hajmi xo'p, ana shu asosidagi oltiburchakni yuzasini topsam, o'shani balandlikka ko'paytirib 3 ga bo'lib qo'ysam bo'ldi-da. Ya'ni 1/3 es asosga ravishda B. Asosini radiusini topib olamiz. O'sha qiziq bizada. S asos demak muntazam oltiburchakdan, ya'ni ildizda 3/4 a kvadrat deydigan bo'lsam, a tomoni menda 9 bo'lib qoladi-da. 9 ning kvadrati. Shundan endi ayirishim kerak bo'ladi. Mana bu 3 ta to'ldirib olgan muntazam uchburchaklarim. Ildizda 3/4 ko'paygan, demak bularning tomoni bizada ikkitasining tomoni 4, ikkitasiniki 3. Demak 4 ning kvadrati kara 2 qo'shilgan 3 ning kvadrati desa bo'ladi. Buni hisoblasak, hisoblaganimni birdaniga yozaman. Demak 10 ildizda 3 chiqadi bizada. Endi yozsak, hajmi 1/3 s asos ko'paygan h. H ni berib qo'ygan, demak joyiga qo'yamiz. 1/3 asosim 10 ildizda 3 bo'ldi. Balandlikni masalan shartda berib qo'ygan edi 3 ildizda 3 deb. Mana. Endi buni hisoblasak, bizada 30 ekanligi kelib chiqadi hajmi. Demak b'si 30 bo'lar ekan. Oxirgi 5-savolimiz uchburchakli to'g'ri prizma asosining yuzi 4 ga, yonyoqlar yuzalari 9 va 7 ga teng bo'lsa, prizma hajmini toping degan. Demak, mos chizmasini chizib olsak, mana shu prizma bizada asosining yuzi 4 degan. Demak, yozsak, mana bu yer 4 bo'ldi. Endi yon tomonlarini aytganki 9 bittasi 10, demak mana shu tomondagisi 10 deb qabul qilsak, bu yog'ini esa 17 degan. Endi mana shu tomonni qandaydir x deb belgilasak, mana bu yer ham x bo'ladi bizada. Mana bu yog'i 4 o'tburchak bo'lgandan keyin yuzasi 9 bo'lishi uchun mana buni yuzi 9/x bo'ladi-da. Yuzasi debman, tomon 9/x bo'lishga majbur. Mana bu yog'i ham 9/x bo'ladi. Endi mana bu 4 burchakka qaraydigan bo'lsak, bu yoq 9/x bo'lsa,
Bu tomoni 17 x taqsim 9 bo'lsa, bizada 117 bo'ladi. Demak, mana bu yog'i ham 9 taqsim x, bu yog'i ham 17 x taqsim 9 bo'ladi. Endi mana shu tarafdagini qaraydigan bo'lsak yuzasini, bu yog'i ham 4 burchak, bitta tomon 9 taqsim x bo'ldi. Bu 10 bo'lishi uchun demak bizada 10 taqsim 10 x taqsim 9 bo'lishi kerak mana bu tomon. Demak, mana bu yer ham bizada 10 x taqsim 9 bo'lib qoladi. Demak, asosiga qaraydigan bo'lsak, mana bu uchburchak hosil bo'ldi bizada. Tomonlari x ga bog'liq. Bitta tomon mana x, bitta tomon 10 x taqsim 9, bitta tomon esa 17 x taqsim 9 bo'lgan. Endi shuni yuzasini 4 degan bizada. Mana shu burchak alfa deb belgilayman. Kosinuslar teoremasi yozsam uchburchak uchun 17 x taqsim 9 ni kvadrati teng bo'ladi x kvadrat qo'shilgan 10 x taqsim 9 ni kvadrati minus 2 kara x ko'paygan 10 x taqsim 9 ko'paygan kosinus alfa. X kvadratlar hammasidan ketadi. Kosinus alfani topamiz bu yerdan, bizada minus 3 taqsim 5 lik kelib chiqadi. Endi mana shu yerdan sinus alfani topsam, sinus alfa 4 taqsim 5 ligi kelib chiqadi. Endi yuza to'rligidan foydalansam, bu 4 bizada x ko'paygan 10 x taqsim 9 ko'paygan sinus alfa taqsim 2 ga tengda, ya'ni 4 taqsim 5 taqsim 2 mana shunga teng. Bu yerdan x ni topish mumkin bo'ladi. Bizada x ni topsak, bizada buni yechsak 3 lik kelib chiqadi. Demak, endi hamma tomon ma'lum bizada. Endi savollarga javob bersak bo'ladi. A'si demak aytganki, xo'p, prizma hajmini toping. Asosini yuzasi demak bizada 4 edi. Shuni balandlikka ko'paytirishim kerak, ya'ni 9 taqsim x ga. Bu bizada 9 taqsim 3 ga teng. 4 kara 3 demak 12 bo'lar ekanda. B esa, qo'yib buni 12 ligini yozib qo'yaylik. B esa demak prizmaga ichki chizilgan konus hajmini toping. Demak, konus ichki chizilsa, bitta boshqa rangda chizsak buni. Mana bunday bo'ladi. Asosiga mana bunday ichki chiziladi. Aylanasi konusni. Xo'p, mana bunday. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi xo'p, buni balandligi prizmaniki bilan bir xil bo'lib qolaveradi, faqat asosining radiusi qanday bo'ladi? Mana shu burchakka ichki chizilgan radiusi bilan bir xil bo'lib qoladi-da. Demak, buni ichki chizilgan aylana radiusini topamiz. Bo'ldi. Buni endi qanday topamiz degan savol bor. S barobar pi r degan formula bor bizada. Bu yarim perimetr, bu radius, bu esa yuza. Yuzani gerondan topamiz. Yarim perimetr ma'lum, chunki x ni topganimizda radius topib bo'ladi bu yerdan. Radiusni topsak, mana shu yerda bizada radius 2 taqsim 3 chiqadi. Radius 2 taqsim 3 chiqadi. Endi konusni hajmiga qo'ysam, bu bizada 1 taqsim 3 pi r kvadrat ko'paygan h, ya'ni 9 taqsim x edi bizada. Mana shunga teng bo'ladi. Endi 1 taqsim 3 bilan 9 taqsim x 2 ham 3 ketib qoladi. Pi r kvadratning o'zi qoladi. Demak, pi ko'paygan r ni kvadrati 2 taqsim 3 ning kvadrati. Bu bizada 4 taqsim 9 pi ligi kelib chiqar ekan demak. B'siga demak 4 taqsim 9 pi. Shu 44-savollarimiz shu bilan yechimi o'z yakuniga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.